Hem bu kilim bulduğun kızının mu ahlakına ait yaxşı, mücahit yaxşı kızken. O kız mı dadısı Kasım Saprağa okşaş aç göz menmençi bulduğun bolsa. Abdüməhəmməd o kızın qançını yaxşı görüb kəssin, mən bu toy qarşı durğan bolatdım. Gaplarınız urunluq ufqam. Sizningcha bu ishni qanday qilsak bo'la? Qanday qilatdi qacha? Qiz cho'ng qilgan odam shunda cho'ng odam ekan. Onun ustiga Qosim Sapra qattiq gap yemaydigan jahil bir nima ekan. Tishimizni tishlab bu to'yni qilamiz. Onun ustiga Qosim Sapra o'zining inisini gapini bilmabdi. Undaqda yana 30 million olib berendik. Albatta shunda qilamiz acha. Qosim Sapra shunda degan yerda buni ko'nmay amalimiz yo'q. Abdumad ukam, endi bu fikringizga qanday qaraysan? Bu ishda sening deganingdek qilaylik. Hozir sening va boshqalarning yordamida to'yliq yetarlik pul tayyorlab bo'ldik. Endi to'y ishini qilsak, ko'p qiynalmaymiz. Unda Vasufkam, men ata yangam bilan Qosim Sapraning uyiga to'yliqning kam qolgan pulini olib berib beray. Alasam Qosim Sapraning ishkirdini yon keldi deydi. Shu bunada ko'rishib kelaman. Sen Qosim Sapraning qiziga oyaq, layiqinga deb qo'y. Ata ularning uyiga biz mush to'yliqning kam qolgan pulini olib bergach, ham to'y to'g'risida masalishib kelganligimizni bildirib qo'y. Qosim Sapra uyni ba vaqtida berib olaydi. Qolgan ishni keyin masalashamiz. Matqurban akang to'g'ri deydi balam. Men shu topda bu to'y ishidan azroq ansirab turaman. Aradan xil uzun vaqt o'tib ketdi. Yana Qosim axunning bir sapraliqi tutsa, bu to'yni to'xtatib qo'yamo deb ansirab turaman balam. Ko'nilada uyqu uzun bo'lsa, tush ko'p bo'ladi degan gap bor balam. Şuna bugün sen vaqtida berib, Dilnur qizim bilan bir ko'rishib, bizga bir uchur berib etgan balam. Akang Matqurban bilan Jangang Rizvongul berib, ma to'y ishini bir paranglashib kelsin balam. Nima bo'ldi ukam? Achamdan degan gaplarini ko'nglimdan yerim bo'lgan o'xshamamdi. Demisimi ishkala to'y xati ep bo'g'ili xili vaqt bo'ldi. Lekin xotirjam bo'l. Bu to'y cho'qim yaxshi bo'ladi. Cho'qim baxtli bo'lasizlar. Mal bizning Dilnurning to'y ishidan hammalarning xabari bor. Arda bulayotgan gap so'zlarni anglab turibsizlar. Bugun sizlarni bu uyga yig'ishimdagi sabab bo'lsa dal mushu ish to'g'riliq maslahatlashish. Dilnur bo'lsa o'zinglarningki qarindishi ham o'zinglarning singlisi. Dilnurning to'y ishi bo'lsa hammanglarning o'z ishiga o'xshash. Hammanglar bilasizlar. Mening faqat Dilnurdan iborat ikki qizim bor. Dilnurni yaxshi o'qita olmadim, lekin menga o'xshash tijoratchi bo'lib ketdi. Pul tepishga epi bor, o'zi jonliq. To'y qilgandan beri turmushi yaxshi o'tyapti. Hozirgacha menga turmushi to'g'riliq dard ko'p boqmadi. Lekin qizim Dilnurga kelsak, gerçi bu kızım oliy maktabda o'qib kelgani bilan ya bir ishning epini o'qimaydi, ya birasiga qattiqroq bir og'izmi gap qilolmaydi. Shunga bu qizimdan ancha xotirjam bo'la olmayman. To'y qilgandan keyin jafoda qolarmi, baxtsiz bo'lib qolarmi, xolinib qolarmi deb ansirayman. Endi maqsadga kelsak, men bilan qo'dilishiman deb yurgan avu qoidasini o'qimaydiganlar oldingi qatim choy ichiramiz deb kelganda, xuddi etliq puli ep kelgandek 30 ming qo'y ekaptikan. Shu vaqtda bu pulni ko'rib, arvohim 40 ga chiqqanti. Asli shu vaqtning o'zida bu pulni qiz so'rab kelganlarni oldiga etib, uydan qo'g'lab chiqaray degan edim. Lekin shu vaqtda bu ishlardan tuyuqsiz chiroyim o'zgarib ketganligini ko'rgan Hashimkam. To'g'ri Hashimkamni hammalar bilasizlar-ku?
Vay qani mazaga baqaç o'tiringlar. Taşta qatib o'tirmay, bu o'zinglarning uyi. Azad o'tiringlar. Qani. Bayam nim degandim? Hashimkam. Ha, to'g'ri Hashimkam. Hashimkamni hammalar bilasizlar. O dadamning ustisi. Dadam shu Hashimkamdan hunar o'rganib ekan. Lekin o taraqilarning Hashimkam bilan qanday tunishligi borligini, qanday bo'lib Hashimkamni boshlab olib kelganligini o'qimadim. Qarsam çay uçurishga shu Hashimkam mehmonbeshi bo'lib birga ketgan. Qani mazaga baqaç o'tiringlar. Shu vaqtda Hashimkam meni sirtqa olib chiqib, birmuncha gaplarni qilib ketdi. Shu vaqtda Hashimkam to'yliq pul oz bo'lib qolgan bo'lsa ko'ngillarga olmaslar. Men o'g'il taraf bilan bu to'g'riliq qayta fikrlashay. Ularmi bu ishda argüsilni ya qaratmaydi. Uning ustiga kuy o'g'il bo'lgan balami o'nliq bola. Hozir so'q tushayib qoldi. Ang'ichi balla to'yxida og'ash tursin. Hech kimning yuzini qilmaslimi, meningki yuzimni qilgan bo'lsalar. Boshqa ishlarni men o'tirib tushib hal qilgan bo'lsam deganlik uchun shu Hashimkamning yuzini qilib hech nima deyolmadim. Gerçi to'yliq pul oz bo'lib qolgan bo'lsa-mu, eg'izimga to'pi suvab, bu ishni hech kimga tilmadim. Qani o'ylab boqinglar. Bu ularning qarab turib meni mazaq qilgan emasmi? Choy uchirish oxirlashgandan keyin to'yliq pul to'g'riliq eg'iz ochamiki desam, mushukdek ko'zni yumib oldi. Mana ardım bir neçə gün ötüb boğucu, mao bizning Dilnur degan ko'zi ko'rilan, Abdumamad degan qonaltaq ikkisi. Xuddi o'g'il qo'g'ilgandek to'yga deyapti. Men bu ishlarning shuncha tez yurishib ketganligini ko'rib, o'ng sipimni topa olmayli qoldim. Mana ardım xil vaqt o'tdi. Ardım men bir mezgil ishkir bo'lib qoldim. Mana hozirga kelganda, bu qoidasini o'qimaydigan men bilan to'ylashish xiyolida bo'lib atqanlar. Kim qolgan to'yliq pulni to'liq qilgan-to'q. To'y ishi to'g'riliq fikrlashib, to'y ishini muqimdigan bo'lsaq deb gap kirgizibdi. Ularning bu gapini anglab, ochiqim kelib turgan bo'lsa-mu, o'zimni besib olib, bu ishni keyinroq bir narsa deyishayli deb gapni uzib atdim. Endi hammalarni bugun bu uyga yig'ishimdagi sabab bo'lsa, mushu ish uchun. Shunga endi sizlar bu ishga qanday qaraysizlar? Bayatdan bir gapingni hammani oldim aka. Agarda men aşı choy uchish murosimiga vaqtida ulgurib keladigan bo'lsam, o tigipasining olib kelgan pulusni choy uchish murosimining o'zi bilan yuziga atgan bo'lardim. Men demisammi, hammalar yaxshi bilasizlar. Dadam tugab ketgandan keyin men tijorat ishi bilan G'oljida turib qilib, hozirgacha G'oljida gilamchilik tijorati bilan shug'ullanyapman. Ocham Gulzora bo'lsa, ochiq hayotlik bo'lib, ochiqda turmush kechiryapti. O'lishgan akam telefon qildi, jiddiy uy kelmasam bo'lmaydi deb. Shunga ocham Gulzora bilan birga kelishim. Mana hammamiz mushu uyga yig'ilib o'tiribdimiz. Endi asli maqsad nima deganda, bu to'yni qanday bir taraf qilish masalasi. Bizga qudu bo'ladigan qarshi taraf akamni qattiq yaratmabdi, ko'zga ilmabdi. Akam degan kim? Ular degan kim? Akam degan mahallada xili yuz obro'yliq odam. Ular akamning mushundaqligini bilib turib, akamni yaratmagandek qilib qildi. Sizlar bilmasliginglar mumkin. G'olji tarafda eng az degandimi qiz yotib qilmoqchi bo'lsa, o'g'il taraf 80 million atrofida pul tayyorlamasa qattiq bo'lmaydi. Uningdan boshqa urug' tuqqanlarga oladigan nurg'un sovg'a salomlari bor. Buningga selishtirganda u xalqning akagan bu to'yliqini to'yliq degili bo'lsinmi? Ularning akagan to'yliqini qattiq to'g'ri ko'rmadim. He, ufkam turg'undan men demoqchi olgan gaplarni dedi. Men bu otishga to'yliq ketgili necha yil bo'ldi. U yerda mi to'yliq saldigan pul uncha az emas. Odatdagi dehqon qizlarning to'ylig'i 50 ming yuandan oshdi. Agar o'qig'ay yoki xizmatchi bo'lib qolsa 100 ming yuandan oshdi. Ular akaga 30 ming yuanni to'yliq degili bo'lamdi zodi. Oldu bas. Og'zingizni yuming. Sizlar nima deyapsizlar? Eg'zinglarda qanday gaplar chiqyapti?
Sizlar birer mal choyning savdosi qilyapsizlar yoki bir odamning qimmatini o'lchyapsizlar. Oldu bas. Og'zingizni yuming. Sizlar nima deyapsizlar? Og'zingizda qanday gaplar chiqyapti? Sizlar birer mal choyning savdosi qilyapsizlar yoki bir odamning qimmatini o'lchyapsizlar. Usto'm, sen Shimoliy Shinjongda yashayotgani necha yil bo'ldi? Shu necha yil jarayonda shu ya'niki urf odati madaniyatini tunishmadingmi? Belki bir shaharda tursak, oldidan ularning urf odati madaniyatini tunishimiz kerak. Usto'm, bu ishni to'g'ri aql ko'rish endi tursin. To'y hashamatlikni oldin qatorda qo'yganligingdan haqiqatan numus qilyapman. Sanglim Gulzar, sen mi ba? Senin neçe vaktini yankısı yaş durmuştu yitildiğenmeki desem, ameliyatta sen mi haşametçilik, menmencilik için yaşapsa? Hemminlarını yakşı medeniyetli şehirde yaşadı, yakşı istilini üzüge aldı desem, ameliyatta naçar illerini üzanlığı kubul kılıp yaşap kepsiler. Bunda yaşayanlardan hakikaten bekminimiz kıldım. Onun üstüge sizler yaşavatkan rayon bilen, mana biz yaşavatkan Xotan rayonunun iqtisodida xili obdan farq bor. Bazı ailenin iqtisodi yaxshi emas, bazı ailenin iqtisodi nihoyat yaxshi. Shundoq bo'lgankan, boshqa rayonlarniki to'y to'ykin ishlariniki urf odatini bu yerga selektorlik qandoq bo'lsin. Shunga ashuna undan chiqish qilib, akamga yaxshi nasihat qilsang bo'ladi. Men sizlarga desam, hamma ailening iqtisodi o'xshash emas. Meyli toy qilgan taraf, o'g'il taraf bo'lsin yoki qiz taraf bo'lsin, bir-birisining ahvolini obdan tushunib, bir-birisiga ortiq talabni qo'ymay, ish tutsa, mo yaxshi bo'lmamda. Qani, hammang o'ylab boqinglar. Biz o'sha o'g'il tarafniki oila sharoitini qandaligini uqmay turib, to'yliqni haddidan ziyodi besvatsak, oz pulni yaratmasak, biz qaysi tarafga besim akagan bo'lmamdimiz ha? Sizlarga demasam-mo, sizlar obdan bilasizlar. To'yliq pul uyoq tutuvchisin, to'y qilishga pul tayyorlamasa taxi, to'yliq resimga tushmasa taxi, hatto to'yda menatgan mashina ijaraga olmasa taxi, qiz qo'ldash, yigit qo'ldashga kiyim-kechak sovg'anlik olmasa taxi. Yana kelib buningga sovg'anlik qatma, to'y markazlari tayyorlatma, richikiga pul tayyorlayma demasa taxi. Mushunda holatda tursa, o'g'il tarafga mushunda besimlarni solsak, yana bu yaxshi bo'lamdi-da. Şuna bundaq tetiksiz odatlarni tüzün yo'q qilishimiz kerak edi. Lekin sizlardek, bizdek hashamatchilikni, menmenchilikni eng muhim bilayotgan ba'zi bir sapasiz odamlar tufaylidan mushunda tashviqotlarni oldin qilyapmiz. Qani sizlarmi o'ylab boqinglar? Hozir topgan pulning hammani to'yda buzib chechayotgan bilan, to'ydan keyin to'y qizdan to'y yigit turmush kechirmamdi. Pul xajlamamdi. Mana hozir qalayotgan bo'lsak, bir to'kin passiv ideya tufaylidan nurg'ulg'an o'g'ilimiz to'y qilib qarzga petyapti, oqyaga chiqib qolyapti. Yana bir to'kin o'g'illarimiz to'y pulini jamlayolmay qarzga dadanga chiqib petyapti. Shunda qilsak o'g'illarimiz yaxshimi? Qasim aka, oldin qatimma sana bu to'g'ri ig'iz ochgan. Yana bugunma sen bu to'g'ri ig'iz ochitma. Sening iqtisoding nihoyat yaxshi. Mol dunyo kelgan chaqda sana mol dunyo uncha muhim emas. Aka, lekin sana kuyov bo'lmoqchi bo'lgan, ashu balaning oila iqtisodi uncha yaxshi emas. Ashu Abdumamad degan bola ustisin olgan, ozini topgan puldan ashu oilaning turmushini qamdab kelyapti. Shunga sen o'g'il tarafga besim solmay, balki shu o'g'il balaning oilasi o'ylab qo'yishing kerak edi. Uning ustiga aka, to'y ishi degan ilm setim ish emas. To'yliq pul qancha ko'p bo'lsa, qiz bola baxtli bo'ladi. To'yliq pul qancha oz bo'lsa, qiz bola baxtsiz bo'ladi degan gap emas. Hammadan muhimi ikkisining bir-birisi bo'lgan mehr muhabbati muhim. Garchi o'g'il bola vafodor, kuyimchan, axloqli bo'lsa, namrat bo'lsa-mu, oilasi baxtlik, xotirjam qiladi. Aka, sen xato o'ylama. U balkim doim namrat bilan o'tib ketmasligi mumkin. Belki sendimi bayashat, sendimi boy bo'lishi mumkin. Sen o'ylab baq aka. Ashu yigit 30 ming ko'y pulni qanchalik kasda jam qilgan bo'lishi mumkin. Shunga sen ko'ksi qoningni kengir qilib, o'g'il tarafdan qayta to'yliq pulsi qabul qilma. Hammadan muhimi to'yni oddiy sodda o'tkazib qilib bergin. U vaqtda el mahalla oldida
sen hürmetki sazavar adam bulalaysan. Aka, sana azıcık demesem obdan bilirse. Partiya hükümetimiz toy tükürlerini adli saddi ötküzüş, toy tükürlerini həşemden kılmazsak, toy tükürlerdeki bulur bomğun naca illetlerini tükürcü cəhətdə nuru olan təşviqatlarını elib bervatıdı. Aşını bilip durup biz yani toy tükürlerini həşemden ötküzüpmiz deyip çıkımını artık kılsak, sen çok yaxşı bulam da. Gipingni to'xtat aka. Biz bu yerga sening quruq gipingni anglığını kelmedik. Belki akamning to'y ishini maslahatlashgili keldik. Yana bunda quruq gapiradigan ishing bo'lsa sirtqa chiqib boshqalarga deb ber gipingni. To'xtat aka. Biz bu yerga sening quruq gipingni anglığını kelmedik. Belki akamning to'y ishini maslahatlashgili keldik. Yana bunda quruq gapiradigan ishing bo'lsa sirtqa chiqib boshqalarga deb ber gipingni. Shu emasmi? Sen nimaga buncha aktiv bo'lib ketsa? Bilib qo'y aka, hozir hamma odamga quruq gap emas, pul qo'sha qito. Aytni yo'q gap qilmasak ajab koyib ketding o'zingchi ma yerda. Akamma qizini shunchalik tasdib beqib cho'ng qilgan. Qiz cho'ng qilgan odam ajaba mushunchalik gapni qilmasinmi? Nemancha dumbaqin chalasa ota-onasining tayini yo'q, rimincha qasmoq qo'yning sen. Ajaba sen ulardan birlashib ketdingmi ya? Esingda tut, sen bilan biz degan qarindosh. Bilmirmi sening singling. Hozir demisanmi, hamma yerda mushunda to'y qilyapsa, sen nima qilsa bu yerda ortiqcha bunda quruq gaplarni qilib, seningcha bo'lganda Bunlarning chiqimini o'zimiz qilib, o'sha rimincha qasmoq guyning uyiga opirib o'tirg'izib qo'ysak bo'lamdi, mut xotin qilib berib. Duaningni yo'q. Ağzını yum. Sen mi adam bulup kapsa? Yurtun ayrılıp aslasını unutsa. Hani sendeki ademilik, hani sendeki vicdan, hani sendeki ahlak. Sen ayetini yaxşı kötülmüğün aşı biçare adamlar mı? Sen okşaş adam bilip koy. Sen işki tötten pul tepip adam yaratmaytkan, hatta canı patmaytkan bulup gettin mi? Ula, namurat! Naçar ahlaksız olsa yapmakka sen nime? Aka men şu. Politikanın çaynıma. Men seneke akan emez. Sen nimeni sanım emez. Bunundan nime iştiristan kılışkın. Men hakasından işiğe işçi carlaşmaytma. Dünür, püle sen çıkar oyluğa. Bana bir avuç çıkılgan dersin tasırvet. Men mau jalqım degan beg'arazni men tarafda turib og'zini gap qilam degan desam, aytidan yoqqa xos boshqalarning depini chelyotdi. Qarg'anda o'sha yalang toshlarga setilib ketgan o'xshamamdi. Bu vafosiz. Bo'ldi. O'zimizning gapga kelaylik. Endi yolqin to'g'riliq. Hech kim gap qilmasin. Mavlon aka, aytini yoqqa qarasam bir og'izmi gap qilmadingiz. Sizchi bu ishni qanday qilamiz? Qap Qasim. Men shu topda nima deyishni o'zim bilan bayqaldim. Men sendan so'rab baqay. Sen bu ishni qanday bitirib qilmoqchi? Onda desem ki onunki kemisin. Kız çok kıga adam sen. Senin fikrini anlayayım ben de elbette. Rastın desem aka. Bu toyun muş yerde toxtayım eken deymen. Nima? Bunu deden? Bunda qilsak yaxshi bo'lmasmi ki?
iş ma derece yetkende bu toyunu toktatsak mahalle cemaat aldırı söz söyleyecek kalımız. Sen oylap bakın Kasım. Dilnur hazır toy xeti ep oldu. Endi munda derece yetkende bunu toyunu toktatsak üzden oylap bak. Bir katım toy kılgan degen yaman atak söz söyleyecek kalımız. Onun üstüge karıştı tirep sen degen toylukla tuluklap al demesma. Hemen de tuluklap ep oldu. Endi bu toyunu kamasak petti bolmaydı kam. Esta. Dəslab turib bu toy quşulmusan bopdiken. Endi bu toyunu kamasak petti bolmaydı kam. Esta. Dəslab turib bu toy quşulmusan bopdiken. Həmin səbəllik məndə. Ondaq mı dep ketmək kam. Sağ kiyğul bolmakçı olan ağa balım o intayın yaxşı bal iken. Vatanızı vapadar, küyümcan, əxlaqlıq yaxşı bal iken. O ballımı tirissa, kiyince çokum istiqbalı tekrar parlak mı buduşu mümkün. Sen undaq degen bilen aka qarığına ulanın kütülgen işlerini. Kız surap kelgende özünü çandırığına az dep. Çay üçürüp bulupla, yani kılıqılıqını kıldı. Mana ardım birer aydak vaqt ütüp ketdi aka. Muşu kem geçi, hiçbir ün çıkarmay. Endi ağzıga kelgende tuzsuz mezze bop payda boptu. Bu meni qasddan zаңlı qılğın emasmi ularninki? Ya mening qizim taşınıp qalgan qiz mikan? Meni nimancha ko'zga ilmaydi deyman. Ondaq mı dep ketmək kam. Hemme ailenin turmuş şaraiti okşaş emas. Bayam yalqın degende yak. Bayam ben nemi degendim? Beş parmak tüm bulmağına dek hemme ailenin turmuş şaraiti okşaş emas. Belki ulağımı tul tapanmay kısıp qalğan buluşu mümkün. Boldu ya aka. Endi sen bu sözlep uturab ütüp ketme yana. Boptu. Toşqan tirsimı 3 gün çidap diken men bu çıday endi. Bu toyunu qılaydı. Gülnur sen äti avu biz bilen qudu bolduğan büzük varlarımız bilen alaqlaşqan. Öy kelsin. Toy işi toğırlık məsləhətləşimiz. Maqul dada. Undaq olsa kem qalğan toyluq pulni tuluqlab ekilemdi yoki? Minde batsa elbette ilkilikde. İş qılğandiken qaydası bilen qılsın ula. Mening bu toyga qo'shilganimdan xo'sh bo'lsin. Mevlanka, sizni jafoga sap qo'ydim. Ati uyga kelib to'shib biring. Bu to'y ishini muqimda o'tayli. Joy! Biz keldik. Maqul. Hazır baray uy kirishtirib kam. Maqul. Kam, tamaq etay deb tursam, ma ig'ildiki qo'ylar mərə faqat aramımda qo'ymadi. Birden cindek o'ltirib turganlar men bir tamaq etib chiqay. Bo'ldi acı tamaq qilma deb avarib yurmang, bizmi tamaq yegil uzun bo'lmadi. To'g'ri acha, bizmi bayatında Qasım Saprani uydan keldik. O'tira. Sizlarni qachon kelarkin deb aytdim, ko'zim to'rt bo'lgan edi. Qandaq to'y to'g'riliq nima deysiz ukam? Nimasin deysa acha? Men ömrümde bundaq təs əvyeş kəlgən toyunu körəb baxmab ekanman. Qasım Saprani yine taş çaynab turib aldığanlığıma xiyalımı keltirməyən. Elim yaxşı men Haşim Kamla bilan birga bağan. Haşim Kam bo'lmagan bo'lsa, men Qasım Saprani bilan cho'qim bir natishib qolgan bo'lardi. Bugun o'zimni bakching besib oldim. Men ömrümde bundaq tarsa takabbur odamni ko'rib baxmagan.
Şu aca, men Qurbanning degini to'g'ri. Men mo Qosimonning uncha takabbur deb o'ylamagan. Bugun Qosimonning qandaqligini boshqacha his qildim. Men Qosimoxonni menchimiki deb o'ylasam, uning bir singlisi bor ekan. Uningdan o'ta menchi G'azozul xotun ekan. Voy onamay, uning og'zidan chiqqan bema'ni gap so'zlarni. Bo'ldi xotin, bo'ldi. Bu gaplarni qilishmayli. Achamning kesili bor. Bu gaplar achamni o'tib ketmasin. Voy Isit, bugun men yana ochiq yutib ketsizlar-da, ukam. Undaqda to'y ishi to'g'riliq so'zlashalmaysizlar-da. Yo'q, undaq emas acha. To'yni mush oyning 15-kuniga bekitdik. Baya dedim-ku, Hashim akamni bilib bormagan bo'lsam, bu to'y allaqachon buzilib ketgan bo'ladi. Hashim akam bu ishni o'zi uchun dedi. Lekin yomon yeri acha, 30 millionni bir ish tugul, ilgari apagan 30 millionni yondirib akeldik. Lekin yomon yeri acha, 30 millionni bir ish tugul, ilgari apagan 30 millionni yondirib akeldik. Voy anamey, bu nima ish endi? Baytaxi to'y kunini bekitdik devatmamtinglar. Zada nima ish bo'ldi? Voy qo'rqib ketma acha. Hech ish bo'lmadi. Ma xotin gapni o'ngshab qila olmaysini qo'rqitib qo'ydi. Mundaq ish acha. Biz to'ylar qushini apagan 30 millionni Qosimon olib qo'ygan. Qosimon hech qanday gap qilmay tursa, bu Qosimonning javuldoq sanisi Gulzar mundag'ay deb burun apagan 30 millionni oldimizga qo'yib, bu pul sizlar tusun deb javuldab ketdi. Bu Gulzar degan o't quyruq xotun zodi nim demakchi ekan hamda? Nima demakchi-da acha? Yana shu Gulzar degan javdat xotun bizning turpanda to'yliq degani unda salat diyay, to'y degani bunda qilat diyay. Bunchilik pulga nima kelsin? Eng yaxshi bu pulni o'zingizlam qolsin, to'yliqni o'zingizlam elanglar deydi. Voy yana to'yliqni az ko'rvatamda bular. 60 million to'yliqni az hisoblanamdi ekan. Voy Isit. Voy bizni odamgo. Nima degan noinsaf xalq bu? Bundaq haqoratlarga sen qandoqmi chidab turgansa? Yo'q. Qosimoxon odam emas ekan. Haqiqatan oshirib etibdi, chekdan oshirib etibdi bular. Voy Isit, bu o'g'lim Abduvamat nimanchi ta'tir peshonidirsa, o'g'lim. Nimanchi ta'tir peshonidirsa. Voy ukam, men bu xorliqlarga hergiz chiday olmadim. Bo'ldi, men bu to'yni qilmadim. Qosim saprog'i deb qo'y. O'g'lim Abduvamatga boshqa yerdan xotun ettirma. Bo'ldi. O'zini besib ol. Ish bu darajaga yetgandan o'zimizni besib olaylik. Shu inim Abduvamat uchun o'zim bir chidib o'tayli. Nim bo'ldi, qani gap bilan? Sen bundaq parvasiz yursang, biz nima ish qilishimizni bilmaydi ekanmiz. Sen uyning cho'ngi bo'lgandikin, bizga ancha-muncha yo'l yurib ko'rsatmamsan aka. Atda xidmlarga to'yliq oldigan kun tursa, markazalni so'zlashadigan, vichirga o'tkazadigan joyni so'zlashadigan, girim qilg'izadigan, mashina bizaydigan, suratga oldigan nurg'un ishlar bor tursa, yana taxi. Voy bo'ldi, nimanda jiq gaplar bu? At deganda odamning beshini og'ritadi. Nədəki xotun kişinin gəplərini mənə dəb yürəmsən? Xotdu mən qılğıl iş tapılmay bekar qalğandək. Əcəb toydum ağam şu toydun. Sən mə avu atışdın bekarı kəmigəndikən maviyəgə. Avu sınlın Gülnur bilən məsləhətləşib bir iş qılmamsan. Adamның beşini ağırtqıca. Qani gap qila, yana boshqa gap bormi? Yo'q aka, yo'q. Bo'ldi. Bu ishlarni o'zimiz jag'lab qilaveraylik. Sen ishingga men yura.
He Gülnur singlim, sen mi anlagansan akamның degan gaplarni endi huquq bizga o'tdi degan gap. Karakter endi o'yinning qiziqini ko'ramiz. Erki Abdumamad degan qo'ng'altaqning piyozga o'xshash siyalmag'ini men bir ko'ray. Ha shu, qaltischimu sen acha. Agar sen kelmagan bo'lsang, bu to'yning ishini ko'ngildagidek planli qilib bo'lmaydi. Nima bo'ldi sizlarga ajab xushalg'u? Yo'q, hech bo'lmadi, shu biz o'zimizcha mundaqlar. Aydınur, sen demigen bu ağucamğa bugün toylu qalğılı kirimiz dep. Hazırgıç kep bulanmaydı-gu. Degan acı bo'lmasa, menmi bilmedim, bir ish bo'lib qoldimi, uqmadim. Yana azroq saqlab baqayli, bek bo'lmasa men telefon qilib baqay. Bu filmning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizni qo'shib oling.